Bürü tümeni Taza aeroportda joy sotiladi. Bu joyimizning yer maydoni 6 sutik, 5 xonali do'stlar. Polni tayyor joy, kirib yashayvera tag'in. Oynalari oq foyna, eshiklari temir eshik, yerlari polni egilib turibdi, eldilarni elchilar egilgan. Bu yerda do'stlar vodoprovod, svet, Wi-Fi'dan problem bo'lmaydi. Birgina minusi только gaz yo'q. Yo'llari tosh to'shalgan do'stlar, polni. Yerlari o'yilib egilib turibdi do'stlar. Aynalari plastik, eshiklari temir eshik do'stlar. Bu yog'ida yana bir joy soladigan yeri bor. Kirgan yerda koridor do'stlar, koridorimiz gipason. O'ng tarafimizda kichkina banya bo'ladi. Keyinchalik banya ko'rsangizlar bo'ladi bo'lib. Chap tarafimizda spalni 3,5 ga 4 o'l sag'ach bilan bostirilgan. O'ng tarafimizdan bir spalni bo'ladi. Hozircha ko'kni etilgan 3,5 ga 4 do'stlar. Eng oxirinda 3,5 ga 6 katta zal do'stlar. Konditsioner bor bu yerda. Toza konditsioner, artel inverter qoladi do'stlar. Bu yog'imizda 3,5 ga 5 kattaroq spalni do'stlar. Bir xonamizda pesh bor do'stlar. Bahosini kelsak do'stlar, bahosi 30 ming dollar aytilishi, kelishilgan narxda sotiladi. Nomerlar ekranda yoziladi, xizmat etib ko'rasizlar. Arendarda aytmoqmiz, arendarimiz Taza aeroportning yo'lidan kelasizlar, chap tarafimizda toza to'yxona qurilyapti. Shundan sal o'tasizlar, Ostanovka magazin bor. Ostanovka magazinning to'g'risida ko'cha bor do'stlar. Shu ko'chadan kirib kelasizlar, birinchi ko'cha o'ngga uglovoy do'stlar. Nomerlar ekranda yoziladi, xizmat etib ko'rasizlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib va like bosishni unutmanglar do'stlar. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.